400 qilib beramanman. 1 million 400. 1 million 400, 2 sutkaga olsangiz 1 million 200 dan qilib beraman. Hozir bo'shmi bu dachi? Hozir bo'sh emas, 7 da bo'sh edi. Hozir ikkita klient bilan gaplashyapman. Bittasi zakat tashlamoqchi, tashlamadi. Hozir ikkinchi klient zakat tashlayman deyapti. Menimcha bron qilinadi bugun. Bron qilinadi. Yo, agar hozir men zakat tashsam, zayin qilib bermaysizmi? Zakat tashlaysiz, zayin qilib qo'yamiz. Ana klientga voqea bo'lmasa, men duvorishim kerak edi. Karta tashab bera olasizmi? 1 million 400 ming 6-7siga? Da. Bu o'z dachangizmi, maklermisiz? Yo'q. Anaqa ota-onamning dachasi o'zi, men qaramayman. Qanday siz ota-onangiz dachasi bo'ladi? Bu bizning dacha yo'q. Qanday 1 million 400 mingga qo'yman deyapsiz bu yerga? Mashinnik bu, aka? Mashinnikmi? Bu mashinnik bu mana hozir ota-onasi qilaman hozir buni, aka. Qani? Sashin uni rasmini shunday ko'rsatib yuboring buni. Shunday rasmini ko'rsatib yuboring. Yo, rasmini. Glavnisi kiring buni. Mana glavnisi turibdi mana. Yo, bu bilan oilamizku bu. Oilangizmi? Bu odammi? Qani niki shoh mana, shoh. Kiring. Mana. Bu mashinnik-ku mana, original mashinnik, ya'ni bitta olikisda mana o'sha oldi. Bu dachiga 3,5 millionga odam olinganda, hozir 1 million 400 ming hozirgi zayin qilamiz deyapti. Va nomeri ota-onasining dachasi ekan. O kanal qo'yib yuboraman buni, aka rozi bo'lasiz faqat. Men basharamni qo'ymayman. Sizni yuzingiz tushmadi lekin. O nomer tushdi. Sizga yetgani to'g'rimi? Men prosta ishonmadim. O'yle naqd beraman desam, bo'ldi. Mashina kartaga tashlab berdi u. Aka bu mashinnik bu hozir. Ishonmayam to'g'ri. Mana nomer. Yaxshilab ko'rib olinglar, yana bitta mashinnik mana. Hozir kelganingizda sarson bo'lardi. Yo'q, men o'zim